alaykum. Bugun sizlar bilan Delisa Qahramonov kanaldasizlar. Bugun biz sizlar bilan finaldamiz. Kubok ko'tarishni videoga olyapman va kanalga joylayman. Agar shu videoni ko'rayotgan bo'lsangizlar, kanalimga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Men bu YouTube kanalda yangiman. O'shani bir oyda ichida ish bermaganda 100 ta qilishimiz kerak. Agar bir oy ichida 100 ta bilsak, tekin sezon paslar ochamiz. Gap. Wow, Valverde. Pas berdi, Usmon Dembele urib bildi, lekin Usmon Dembele chappa qildi. Pau Victor degan ekan. Batistuta. Va Kunde janoblari. Offside. Kayf qiling. Akanchi Pedri Usmon Dembele Emil Batist chichiyorum indagila. Anna. Agar bizga ham offside berdi-ku. Agar biz sizlar bilan 1000 ta bilsak, yuzimni ko'rsatib videoga olishga sizga va'da beraman. Lekin biz undan oldin 1000 ta obunachiga erishishimiz kerak. Men olay yangi bilganim uchun men Telegram akkaunt ochganim yo'q. Telegram akkaunt xudo xolasa keyin ochib olamiz. Professional bo'lib olaylik. Keyin ochib olamiz. Meni bu o'ynashimga e'tibor berayotgan bo'lsangizlar, qit'aysizlar yani shunday birinchi nimaga darajaga chiqqandan keyin qiyinlashadi, to'g'rimi? Men bu gapimni qiyin demayapman endi. Sal o'ynashimni net bo'lgan bir oy tashlab qo'ydim. Uni o'ynashni. O'sha uchun o'ynashni to'g'ri bo'lgan. Shu yildan gol urib bilamiz ekanmi? Davay. Chichib qo'ydik. Xo'p, mayli. Bitta like farq ko'rsataman sizlarga. Lekin beradi-ku. Jamna qilasiz, shunday qaytib kirasizdan, lekin yo'q. Bizda umumiy hisob bitta gol urildi, tamom. 45-da bitta, 10-da ham bitta va kubok ko'taramiz. Wow, Donnarumma Champions. Ana. Kubokchadan ko'tardik. Win match 26 ta olmos. Wow, qattuye. Va biz 26 olmosga ham ega bo'ldik va endi o'nta olmos berganman yana. Shu kunlarni yetganmiz bu. Hamma qarang yutamiz. Nima deysizlar, onlayn tashlaymizmi yo'qmi? Yo finalni o'ynaymizmi? Finalni o'ynaymiz deysizlar. Xo'p. Akkauntim bilan tanishtirib chiqsam, mana hali uncha kuchaytirilmagan aytyapman-ku, tanaffus qilgandan keyin Kylian Mbappe 87 bo'lib qolgan. -86, Harry Kane 86 o'sha daraja. Rodri 86, keyin De Bruyne 86 va Beckham tushirilgan 85 o'sha daraja. Rivaldo ham 85.
Salah bor, Lionel bor, Ronaldo, Suarez, Saliba, Luka Modric, Son va gullarlarimiz. Va hujumda Batistuta, yana bitta hujumda Haaland, chap qanot Rafinha, o'ng qanot Olise, o'rta Pedri, Valverde, Xavi Hernandez, Van Dijk, Akanji, Achraf Hakimi, ortada esa Donnarumma, bu Courtois full qilingan darajasi va Gabriel, Nuno Mendes, Kunde, Bellingham, Bruno, Yamal. Bu Ispaniya jahon chempionatiga chiqdi va bu kartalardan keldi. Ben bitta ochib ko'rdim sezon boshida, menga nasib qilmagan ekan. Pacho degan tushdi. Ben video olib qo'yganman uni ham. Men akkauntimga kirib ko'rsangizlar, videoga olib qo'yilgan hammasi. Mana yutgan chempionatga chiqdilar. Bu Pogba esa 2008-yilniki. Bu Fernandes esa Enzo Fernandes bitta manimcha qizil oldilar. O'sha uchun 2022-kartasi keldi. Va Pavard 2018-yilniki bu ham eng zo'r